Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga taqiqlangan muhabbat serialning navbatdagi qismini qisqacha gapirib beraman. Bu qismda Timur gitara chalishni o'rgatgani keladi va o'sha yerda Sevinch bilan suhbatlashadi. Sevinch, sizningcha dadangiz sizlarni kambag'alroq yigitga bergan bo'larmidi deydi. Sevinch, ha, beradilar. Dadamga boylik muhim emas, asosiysi yigit yaxshi bo'lsa bo'ldi deydi. Mashrabni Timur ko'rib qoladi. Mashrab aka, men uylanishim kerak, lekin menga ko'p pul kerak deydi. Mashrab esa, yur seni Abror akani yur seni bir joyga olib boraman, o'sha yerda senga ish berishadi deydi. So'ng Abrorni oldiga olib boradi. Abrorni ofisiga olib borib, Mashrab aka, Timur sevib qolgan, u uylanishi kerak, unga ish bering, u ham ehson qilsin deydi. Abror qo'rqib ketadi. Chunki ehson tarqatsin deb u Mashrabga umuman boshqa ish buyurar edi. Mashrab, sen tepaga chiqqin, shokolad bor, olib chiqqin deydi. So'ng Timurga. Mashrab ish qilyapman deb o'ylaydi. Aslida qo'liga bir ikkisini berib turaman. Timur, xo'sh, qiz tayinmi deydi. Timur, ha, bir qizni sevib qolganman. O'sha xayollaringizdagimi deb so'raydi Abror. Ha, o'sha deydi. Lekin faqat otasi boy deydi. Abror, nima qilibdi boy bo'lsa? Timur, siz qizlaringizni oddiy yigitga bergan bo'larmidingiz? Abror, mendek yigitga bergan bo'larmidingiz desa Abror, ha, jon deb bergan bo'lardim deydi. Timur shoshib uyiga boradi. Onajon, tez sovchilikka bormasangiz bo'lmaydi. Guliga sovchilar kelyapti. Agar uni boshqasiga berib yuborsa, men bu dunyodan toq o'taman deydi. Shokir Guliga tahdid qiladi. Agar menga pulni topib bermasang, rasmingni ramkaga solib jo'nataman deydi. Guli esa pulim yo'q, ammo tillalarim bor. Uyimga kelsang, shkafni ichidan olasan deydi. Shokir shkafni ochib tillalarni oladi. Shu vaqtda Guli uni videoga tushirib oladi. Agar mening suratlarim biror yoqda tarqalib ketsa, ushbu videoni ko'rsatib tillam yo'qoldi deb janjal qilaman deydi. Ko'raman xotining sen bilan yasharmikin deydi. Shokir iflos deydi. Guli esa maraz deb xonasiga kirib ketadi. Shokir tillalarni olib ketadi. Timur onasini sovchilikka olib keladi. Onasi, voy bu uyni bahaybatligini, yo'q o'g'lim kirmayman deydi. O'g'li esa kiravering, qani men sizni nariroqda kutaman deydi. Mehri eshikni qo'ng'irog'ini chalganida Guli eshikni ochadi. Jannat bilan Sevinch suhbatlashib o'tirishar edi. Guli kiradi. Sevinchga sovchi keldi, Sevinchni bozori chaqqon bo'lib ketdi deb kuladi. Sevinch, nima men sizlarga buyummidim, bozorim chaqqon bo'ladi. Jonga tegdi shu sovchilar ham deydi. Jannat, siz sovchining choylariga qarab turing, biz hozir chiqamiz deydi. Guli Mehrini o'zi to'rga o'tkazadi. Mehra duo qiladi va o'g'lim bir qizni yaxshi ko'rib qopti. Ismi nima edi? Ha, Guli deydi. Guli qo'rqib ketadi. O'g'lingizni ismi nima deydi? Mehra Timur deb javob beradi. Shu yerda serial ushbu yakuni o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Kinoning qisqacha mazmunlarini sizga so'zlab beramiz.